Akalar drabiljani turini ko'rgandim, bunaqasini ko'rmadim. Uni turishini qaranglar. Осторожно, noji deb qo'yibdi. Kim ko'rgan mana shunaqa drabilja aytinglarchi? Menda bor mana shunaqa drabilja deb rasmini olib tashab ketinglar, kommentariyaga yozib ketinglar. Ichini ham bitta ochib ko'rsatib Bu deng ko'lda ham, quruqda ham chiqaraveradigan drabilja ekan. Ha. Mana qarang, pichoqlar. Bitta pichog'ini ko'raylik-da. Mana qarang. SSR. Haqiqiy SSR degani mana shu bo'ladi. Bu drabilja ikkinchi o'rinda. Mollarni obzoriga kelganmiz. Mollarda qanday boqilgan, nima berilgan, molxonasini ham bitta ko'rsalaring. Mana molxona ham yangi qilingan ekan. Undan tashqari, mana yerda yemlari aralashmacha boshqacha stilda boqyapman deb Hamidullo bajaginchi uka endi. Aka. Deb maqtanyapti, bu ko'raylik. Qanaqa stilda boqqanini. Jonga tayyorlab. Yaxshimi? Zo'r. Mana nima bu? Buni ichini ko'rsating-da, bu kepaymi, kunjara beryapti. Bu bug'doyda chiqarilgan kepay. Kepay? Mushkasi ichida. Mushkasi ichida. Yana nima bor? 4 qop kepayga 1 qop kunjara, 1 qop rapshirot, 1 qop arpuni qo'shilgan. 4 xil narsa bor. 4 xil. Ha, mana bular kunjara ekan. Mana shundan hozir qancha beryapsan ularga? 2 ta yedi bittasi, bir mahaliga. 1 kilodan oshiq ekan-da mana bitta. 1 kilodan. Yo'q, mana jom ham og'irmi? Jom ham yaxshi. Mana bitta olganing 1 kilodan og'ir oladi. 1 kilodan og'ir. 2 kiloni tevasi deyapti ekan ular. Qani bitta mana shunday bittasiga ketadigan tayyorlaginchi ko'raylikchi. 4 xil. Rapshirot hozirgi kunda nima trendga chiqdi desa ham bo'laveradi. Rapshirotni ko'pchilik boqyapti. Endi effektini biz o'zimiz boqamiz, yo'q effektini. Mana aka somon bilan silosni 2 kunligini aralashtirib qo'yib, mana shu jomda bitta somon edi. Ha, bitta ustiga muntashar. Obunachilarimizga tushunarli bo'lishi uchun silosdan tasha. Bir ko'raylik. Endi buni aralashtirganmiz, kechpay aralashtiramiz somon bilan. Bu somon chiqarilgani manimi? Ha, chiqarilgani u. Drabilkada chiqarasiz. Drabilkada. Ester drabilkada chiqarilgan. Ester drabilkada chiqarilgan. Ashna mana chiqarar ekan u ham. Buni endi bitta biz kelganimizda mollaringga bonus olib qo'yaversin endi. Bo'ldi aka. Va tashab beravermasan. Bitta mol edi aka buni. Ha, bitta mol. Hozir endi hammasiga bo'lib tashab yuborib, uzun qilib. Uzun unaqa qilib tashlaylik agar kelolmaydi. Acca-bacca qilib nima qilsin, bir-biri bilan bo'sh holatda mana men ko'p joylarda ko'raman, bir xilga odam baylab oladi, bir xilga odam bo'sh boqadi. Kommentariyada yozib ketinglar. Bu mollarni masalan Gereford, toza Gerefordlar g'urra boshidan ekan. Mana unisi mana boqma, hali yoshroq ekan, bo'ylari 1.30 plus minus. Mana uncha 1.25 bo'lsa kerak, bunisicha pastroq ekan. Qonilari yo'q, xudo xolasa. Zo'r boqib qo'yibsan, malades omon. Endi bitta savol, molxonaga qancha pul ketdi? Molxonaga 30 million. 30 million pul ketdi. Zo'r, o'rnatlarcha tashabdi-ku. Qayerda? O'zi ashnaqamidi bitgan paytda? Bitgan, loyimga loy bosilgandan keyin hamma loy bosilgan holatda zo'r xudo xolasa. Chipir qoqilgan. Yangi bo'libdi. Endi gapingdan lozim bo'lsa, bular sotaman deb turading, nima sotib olyapsan? Bu boshqa planlar boshqa kichikroqdan yangilaymiz, kichkinaroq. Qanaqasidan boqmoqchisan? Shved boqmoqchimiz. Shved. Bular yaxshi ekanmi o'zi? Nima tavsiya berasan? Tavsiya beramiz aka. Qanchadan beri boqyapsan bular? Bularni 14-martda olganmiz. 14-martda. Bu ikkosini. 10-sini shu 15-aprellarni oldi. Korpuslarini ham de ko'rsatingda, korpuslar o'zi mana ularni qassoblarga taklif qilsa bo'laveradi-da, zo'r olib qo'ygan. Tevalar to'rtbicha bo'lib ketgan. Buni misol kimdir boqaman desa, olib boqishi ham mumkin. Hali yosh narsa-da. Yeyishlar zo'r, xudo xolasa. Yeyishlari zo'r aka, olgan odam 2 hafta garantiyasi bor. Bo'yinlarida mana arg'amchilar olasa baylab boqaman, boldaqlari ham turibdi. Boldag'iga qayerda yozibdi? Rossiyadan kelganmi degan? Rossiyadan kelgan. Rossiyskilaridan ekan, xudo xolasa. Buni aka, misol mana shu qo'yib olib, chachishtirib, bola olib, unaqa va bular shu faqat Rossiyada tug'ilib, Rossiyada kelgan mol. Ha, qoni toza, xudo xolasa. Qoni toza aka. Mana unisini aka sementalga qonini tekshirtiraveramiz. Sementalga deysan. Ha.
Ha, sementalga. Xudo xolasa birga bir chiqadi degan anaqadamiz. Endi xudo xolasa iloyim chiqsin. Men ham sal-pal ma'lumotim bor. Endi Jerefordga ham tortyapti, endi sementalga ham tortyapti. Sementalga rangi tortyapti xolos. O'zi Jerefordda misol mana vanetlari boshlanish bor, mana endi turibdi, oqarib turgan. Ashna bo'lib oqarib ketdi. Bunda unaqa oqarmagan ekan. O'shanisini hisobiga sementalga ham sal-pal tortyapti. Xudo xolasa endi buni haqiqiy mutaxassislari bir tekshirtirib, sementalmi, kommentariyada yozib ketinglar bo'lsa, Jerefordmi. Biz endi u darajada bilmaymiz-ku. Ammo uchovi ham g'urrabosh, tiniq, to'qol variantidan ekan. Prilivga hali emlashlarni qilib tursan ular. Ha, yaxshi, zo'r. Nomerini qoldirib qo'yamiz bo'lmasa. Nomerlarni qoldirib qo'yamiz, bir aytishgani, xudo xolasa telefon qilib, qosob akalarmi, boqaman bo'ladi, misol boqaman desa, qashdan yeyotgandan qara yemay ham turaveradi. Ha, darshi boqsa ham bo'ladi. Bir qashi, bir qashlag'achini olib, bir qashchi yuvosh narsami o'zi bu, yo sanchirsan jitran otadimi? Ya, nima aka? Ha, bitta bunday qashchi ko'raylikchi. Nomerlarni qoldiramiz ukamiz, aloqaga tushsalar ham, misol kelishib qolsalar ham olib boqaman desalar ham boqsalar ham bo'ladi. To'g'risi aka, bunisi qashtirmaydi, yuvosh-u qo'qadi. Hali yosh ekanda o'ynaq ekan bu. Ha, bu o'ynaq, lekin bilaman aka. Bemalol yopishib olib qashaverasiz aka. Orqaga yuraverar ekan zadniga. Zadniga. O'zi kichkina narsa ashna bo'ladi-da, jitta sal ves olib nima bo'lgandan keyin yuvosh bo'lib qoladi ular ham. Ha, aka, bemalol quchoqlab olib, Ha. Bo'ynidan quchoqlarchi. hali qizlarga o'xshamay Yevropadagi Akimjon aka. Yaxshi, yuvosh bo'lib ketsa yaxshi-da, hali xotirjam aqabaqa chiqib ketsangiz ham bola chaqa bor, boshqa bor. O'yin ko'rsatib turmaslik kerak-da bu mollar. Ha, aka, xuddi shunaqa. Qarang, qashiganingizda maza qiladi-da aka. Qimillamay qoldi. Bu oldini olingdan. Yemam, och qolgan. Kallani mana shunday qilib qimillamayapti. Mana shunday turibdi. Og'zini ham ishlatmayapti, turadi, endi ishlatib yubordi. Ishlatgan-yu, ishlatmaydi aka. Dumlarigacha ko'tarib beradi-da aka. Bunimiz olmay qashtirmaydi bunisi. Endi buni ham sekin-sekin jicha-jicha qashib o'rgatish kerak. Sekin-sekin o'rgatilyapti. Hozircha lekin qashtirgan yo'q. Ha, endi sotilib ketib qoladigan bo'lsa, boshqa molda proba qilaverasan endi. Ha, shu aka. Xohlasa endi iloji boricha ma'lumotni berdik deb o'ylayman. Videoni uzalashib ketmasin mana. Uzalashib ketmasin. Bu ukamiz endi sotar ekan, maqsad sotib olish ekan. Va yeb ichganlarni nima yeyishlarini ko'rdilar. Ukollarga o'zimiz boshidan qilamiz beri aka. o'sha narsa bilan boqasan, Ha, Hali boshidan beri. kepayda o'zida yo atalada boqmagansan. Makkuni undan yog' yegan yo'q Ha. aka. Endi kepayda o'zida, makka unida yo atalada boqsa kimgadir yoqmaydi-da qosoblar. Bundan oldingi ratsionda aka 6 qop kepagiga shu narsalar qo'shilgan. Bunda mollarda kichkina edi. Ha, Katta o'lgandan keyin keyingi partiyasi 4 qop kepagiga qilib qo'ydik shunisini. to'g'ri qo'ydi. Zo'r, xudo xolasa. Endi qosoblar o'zi kelib turib, bitta ko'rib turib qosob akalar bittada tushunadi. ham aka. Mana molda ham mana umuman qonni yo'q. O'zimiz Qorni qilamiz yo'qligidan Hakimjon aka sezib turadi. ukollarni ham. Ha, tomirga tushaveraman deng. Qoniga tushaveradi. Tomirga tushyapsan. Tushilyapti. Patga o'sha haydab qo'ymaysan. Patga o'sha ketib qoldi deydi. Yo'q. Yaxshi, xudo xolasa, zo'r, barakasini bersin. Hali kuni ukollarni qildik, ana unisini nariyog'idan qon chiqdi, qo'rqib ketdim, yaxshi ishdim. Azinda patga o'sha haydab qo'ygansan-da, shundasan. Ishdim o'gan yo'q. Doktor aka, u tarafdan ham murojaat qilaverasizlar. Doktorlar qilsa ham qon chiqyapti aka. Bir telefon Bular joylariga ham qilinaveradi aka. molini so'rab, qonini ichib tashlaylar, mana shu ukamizni. Sotiladi xullas. Bemalol ekranda nomerlarni qoldirib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Videomiz uzoq bo'lib ketmasin. Endi qisqacha ma'lumotini berdik, nima berganini aytdik. Yana ma'lumotlar kerak bo'lsa, ukamiz 24 ga 7 aloqadaman deyapti. Aloqaga tushsalar ham qolgan ma'lumotlarni beraveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatib tursalar, bundan-da chiroyli, manfaatli videolar chiqarishga harakat qilamiz.